Dünya 2025 yıl 7. may Halk Bankası Bank Hizmetleri Merkezi'nde tedbirkarlar bilen uçraşık günü. Bizlerden şu Prezident 312. kararı boyunca tedbirkarlara kolay 300 milyon so'mgacha kreditlar tesis etilgan edi. Shunda 100 milliongacha garoz kreditlar beramiz. Hozir shu qaror bo'yicha Xalq banki boshqaruvi 2025 yil 18 aprelda qaror qabul qildi 44 ishdan. Bu imtiyozli yaxshi kredit tarixini ega bo'lgan 6 oy davomida shotimda kamida pul aylanmasini ega bo'lgan tadbirkorlar ro'yxatini shakllantirib berdilar. Bizda 68 dona mijoz bor ekan, bor shunday. Siz qaysi tashkilot edingiz? Bunyodbek Zulfiya Forum. Shu ro'yxatda borsiz ham. Oxirgi 6 oyda 476 million obort etgansiz. Sizlar shu PK 312 qaror bo'yicha yangi boshqaruv qarori bo'yicha shu kreditdan beramiz. 100 million so'mgacha garovsiz beramiz bu kreditni. Ham bir bosqichli bo'ladi. Kredit berishimiz tez bo'ladi, hamda ham to'liq 100% pulimizni chiqarib beramiz. Hozir tegishli hujjatlarni berasiz, formulalar